O'qiganinglarda detskiy ensiklopediyani 15 ta tomi bor menda. Yo'q, endi hammasi bo'lganda men prям o'sha mashinchasini yaxshi ko'rgan kitobim Populyarная медицинская энциклопедия. Nimadir savol tug'ib qolsa, nimadir menda o'zimda ham ikkilanishli bo'lib qolsa, обязательно mana shu kitobni ochib bilan albatta tanishib chiqinglar. Kim bo'lgan, desangiz даже bilmaydiganlar bor-da, to'g'risi. Qo'liga kitob ushlamaganlar bor, yo'q, lekin soqqani soqqaga urib, o'qitib, chala soat. Butun mana shu 1 yilim, 24-yil. Faqat massajistdan korreksiya qilish bilan chastida har xil narsa bor. Mana odamlar rahmatli yozib qo'yibdilar, ko'ryapsizlarmi? Даже retseptli semena огурца, oddiy misol pochkadagi toshga retsept qoldirib ketganlar. Mana shularning hammasini o'qiganlar odamlar. Men endi davom ettiraman. Anaqa yurmayman. Mana shu boyliklarim bittasini ham bera olmayman. O'zingiz qidirib toping. Kitob o'g'irlari ham bo'ladi-da. Yaxshi bilimga chanqoli. O'g'irlab ketib yurmanglar. Kameralarim bor, bilasiz. Massaj kursi bu bolalar bilan ishlaydigan kasb bo'lgani uchun bu o'yinchoq emas, soqqani soqqaga urib biznes qiladigan. Faqatgina bolajonlarda natija qilish uchun mana ko'rib turganingizdek, hamma o'quvchilarim живой patsientida amaliyotlar o'tashyapti va sizlarga tavsiyam shuki, ustoz tanlashda adashmasliginglarni bitta tomoniga yaxshilab e'tibor berishinglarni xohlardim. Eng ko'p o'qiydigan, ustida ishlaydigan, kitob o'qiydigan mutaxassisni tanlanglar.